Faberlic bu dunyodagi eng yirik parfyumeriya va kosmetika kompaniyalarining top 100 taligiga kiritilgan yagona rus kompaniyasi. Faberlic uzoq va juda qiziqarli tarixga ega. Kompaniyaning faoliyati xalqaro darajaga javob beradi. Shu sabab ham ko'plab xorijiy sheriklar bilan hamkorlik qiladi. Muhim bo'lgan omborni tashkiliy boshqarish, logistika, mahsulotlarni saralash va saqlash bo'yicha o'z qoidalari bor. Faberlic mahsulotlarini yetkazib berishda harorat rejimiga to'liq rioya qilinadi. Tovarlarni qabul qilish O'zbekiston Respublikasining amaldagi me'yorlariga ko'ra muvofiqlik, xavfsizlik va gigiyena sertifikatlari mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, kompaniya mahsuloti musulmon olami uchun muhim bo'lgan halol sertifikatiga ega. Tovarlarni tushirish, yuklash, saralash maxsus jihozlar orqali bajariladi hamda saqlash uchun o'z manzil va shaxsiy shtrix kodi bilan tovarlar sxemasida belgilangan saralash joyiga yetkaziladi. Yuklarni qabul qilish Faberlic uchun maxsus ishlab chiqilgan va barcha mamlakatlarda qo'llaniladigan Talian dasturi orqali ma'lumotlarni yig'ish terminali yordamida amalga oshiriladi. Operator ma'lumotlar yig'ish terminali bilan ishlaganda mahsulotning artikuli, uning miqdori va chiqarilgan sanasini ko'rsatishi kerak. Ushbu dasturning afzalliklaridan biri bu konveyerda kerakli elementni topish vaqtining qisqarishidir. Shuningdek, Talian dasturi buyurtma yig'ishda xatolarni minimallashtiradi. Talian dasturining o'zi FIFO tizimi bilan ishlaydi. Ya'ni birinchi kiruvchi yuk ombordan oldin ruxsat etilgan saqlash muddatlarini buzmasdan chiqib ketadi. Umumiy maydoni 4000 kvadrat metr bo'lgan 2 qavatni egallagan omborda saqlanadi. Ombor harorat, namlik va yong'in datchiklari hamda video kuzatuv kameralari bilan jihozlangan. Qabul qilish, ro'yxatdan o'tkazish va qabul qilingan tovarlarni omborga joylashtirish tugagandan so'ng konveyer to'ldiriladi. Keyinchalik buyurtma ro'yxatlari chop etiladi va ombor yig'uvchilari ish kunini boshlaydilar. Yig'ish liniyasi 6 ta bo'limdan iborat. Parfyumeriya mahsulotlari, yuz va tanani parvarish qilish hamda dekorativ kosmetika mahsulotlarini o'z ichiga olgan asosiy liniya. Maishiy kimyo, kiyim liniyasi, aksessuarlar, namunaviy mahsulotlar liniyasi. Buyurtmani yig'ib olgandan so'ng xodimlar tovarlarni skanerdan o'tkazadilar. Qado qilishadi, buyurtmadagi buyumlar sonini qayta hisoblashadi. Maxsus stikerlarni yopishtiradilar. Har bir buyurtma yig'ish stoli tovarlarni jo'natilishini maksimal darajada nazorat qilish uchun individual videokamera bilan jihozlangan. Ushbu jarayonlar yakunlangandan so'ng kompaniya buyurtmalarni belgilangan manzillarga yetkazib berishni boshlaydi. Faberlic O'zbekiston uchun har bir maslahatchi eng sifatli mahsulotni olishi muhim. Biz siz uchun xizmat qilamiz. Muhabbat ila sizning Faberlic.